degan, men o'yladim, bular olimpiadaga boryapti deb o'ylabman. Hammasi bir xil kiyinib olgan. Va yana laykan bosibman Olg'a O'zbekiston deb. Ular ishga boryapti ekan. Hozir video chiqyaptiki, Belarusga keldik, $500 pul beryapti. Uyga qanday jo'natamiz, kamlik qiladi. Siz necha pulni orzu qilgansiz? Belarus unaqa oshib ketgan davlat emas. 16 yil Rossiyada yashaganman. Belarusni o'zi Rossiyaga kelib ishlaydi. Ayollari hozir Yevropaga borib ishlayapti. Siz necha pul orzu qilib nimani hayol bilan borgansiz? Men hayronman. Qaydinglar orqaga asta-sekin. Ishqilib biletga pul bermagan bo'lsangiz bo'ldi. Bilmadim, boya bittasi gapirdi, hokim chiqib gapirib yotuvdi, Belarusga bir bola dedi. Bir gala o'zbekistonliklar forma kiygan. Men o'yladim, Belarusga bir sportivniy bir bolaga boryapti deb o'ylabman. Bular ishga boryapti ekan. Shu O'zbekiston, по-моему, migrant eksport qilishdan boshqa hech narsaga yaramaydi-yo. Xafa bo'lmaylar lekin. Hamma joyda migrant bo'lib yuramiz, men o'zim ham migrant. Если что.